Parijda o'zbek bankirining o'g'irlab ketilishi sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin. Botir Rahimovning bu ishga qanday aloqasi bor? O'zbek jurnalistlarini 3,7 milliard so'm jarimaga tortilgan Anorbank rahbariyatining endi xorijlik jurnalistlarga tishi o'tadimi? Shu kunlarda Anorbankning yagona ta'sischisi o'zbekistonlik bankir Qahramonjon Olimovning 2025-yil yozda Fransiyada o'g'irlangani va qiynoqqa solingani haqidagi voqea yana muhokamalar markazida paydo bo'ldi. Bunga esa mashhur El Express va The Insider nashrlarining qo'shma surishtiruvi sabab bo'ldi. Unga ko'ra, Parijdagi o'zbek bankirining o'g'irlab ketilishi tortib olingan biznesni legallashtirish va qarzlarni yopish uchun sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin. Xalqaro xorij nashrlariga tayanib, ko'plab o'zbek ommaviy axborot vositalari ham bu surishtiruvni e'lon qila boshladi. Biroq ayrim blogerlarga noma'lum raqamlardan Anorbank rahbari haqidagi ushbu maqolani o'chirtirish bilan tahdidlar boshlangan. Ammo xavotir olmang. Nigoh.uz'da bu haqda 18-noyabr kuni e'lon qilingan maqola o'chirilmaydi va endilikda biz sizga uning video formatini namoyish qilish niyatidamiz. Keling, boshidan boshlaymiz. 2025-yilning iyul oyida o'zbekistonlik bankir Anorbankning yagona ta'sischisi Qahramonjon Olimov Fransiyada o'g'irlab ketilgani va qiynoqqa solingani haqida bayonot bergandi. Olimovning aytishicha, jinoyatchilarning asosiy maqsadi undan 10 million dollarlik tovon puli olish bo'lgan. Bu voqeani esa bankir va uning vakili hikoyasi asosida Fransiyaning Le Monde nashri yoritgandi. Shundan so'ng u butun dunyo ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa O'zbekistonda keng tarqaldi. Biroq oradan 5 oy o'tib El Express va The Insider nashrlarining qo'shma surishtiruvi ushbu hikoyada ko'plab qarama-qarshiliklarni aniqlagan. Asosiy shaxslar. Bankirning so'zlariga ko'ra, jinoyatni BR ismli shaxs, o'zbek hokimiyatiga yaqin insonning ishonchli odami M ismli shaxs sodir etgan. Gazeta Olimovdan boshqa hech bir ismni oshkor qilmagan. The Insider esa Olimov kimlarni o'g'irlash va tovlamachilikda ayblayotganini aniqladi hamda voqeada sahnalashtirish, ya'ni insenirovka alomatlari borligini payqadi. BR ismli shaxs Botir Rahimov O'zbekistonda taniqli sobiq oligarx. Shu bilan birga Olimovning sobiq ish beruvchisi. The Insider manbalariga ko'ra, Olimov Fransiya nashri aytganidek moliyaviy magnatga aynan Rahimovning aktivlari hisobiga aylangan. Rahimov 2016-yilda prezident Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay Turkiyaga ketib qolgan. M ismli shaxs Rossiya fuqarosi, Rahimovning Turkiyadagi biznes sherigi. The Insider uning to'liq ma'lumotlarini biladi, ammo ma'lumot olish sharti bilan ismni sir saqlagan. The Insider paxititel, ya'ni go'yoki o'g'irlovchi M ismli shaxsning advokati orqali unga savollar yo'llagan. Botir Rahimovga ham murojaat qilgan. El Express esa jabrlanuvchi Olimovga yaqin manba bilan suhbat o'tkazgan, deyiladi surishtiruv matnida. The Insider tasarrufida Olimov va M ismli shaxs o'rtasidagi yozishmalar, safar, moliyaviy va protsessual hujjatlar mavjud. Qahramonjon Olimovning versiyasi. Le Monde nashriga ko'ra, Olimov 22-iyun kuni tushda Parij markazida kuch bilan mikroavtobusga o'tkazilgan va noma'lum joyga olib ketilib, M ismli shaxs tomonidan qiynoqqa solingan. Shundan so'ng undan 10 million dollarlik pul talab qilingan. So'ng Olimov Nissa yaqinidagi villaga ko'chirilgan va qiynoqlar davom etgan. Go'yoki M ismli shaxs uni soxta qatl sahnalari bilan qo'rqitgan. Video yozuv ostida esa O'zbekiston hukumati haqida yomon gapirishga majbur qilgan. Olimov 5 million dollarlik qarz tilxatini va 200 ming dollarni berishga rozi bo'lgach, uni go'yoki qo'yib yuborgan va u politsiyaga murojaat qilgan. The Insider va El Express aniqlagan faktlar.
Ammo ikki mustaqil nashr qo'lidagi yozishmalar Olimov va M ismli shaxs o'rtasidagi munosabatlar mojiroli yoki jinoyatchi jabr ko'rgan munosabatlariga o'xshamasligini ko'rsatgan. Aksincha, ular bir-biriga muloyim va hatto do'stona munosabatda bo'lishgan. Nissa yaqinidagi Roquefort les Pins kommunasidagi villa esa turistlar uchun vositachi orqali kriptovalyuta bilan ijaraga olingan. Dastlab vositachiga ijarachining pasporti sifatida Olimovning eng yaqin odami Shuhrat Ziyovuddinovning Fransiya pasporti yuborilgani, ammo ko'p o'tmay xotin bilmasligi uchun anonimlik so'ralgani aniqlangan. Olimovning aytishicha, u 22-iyun kuni o'g'irlab ketilgan va 23-iyunda qo'yib yuborilgan, lekin The Insider ko'rgan hujjatlarga ko'ra 23-iyundan keyingi birinchi sinf Parijga aviachiptasi M ismli shaxsning shaxsiy haydovchisining bank kartasi bilan to'langan. M ismli shaxs chiptani Telegram orqali Olimovga o'zi yuborgan. 24-iyun kuni Olimov politsiyaga murojaat qilgan. Protokollarga ko'ra, so'roq 15:00 dan 22:30 ga qadar davom etgan. Ammo ayni vaqtda Olimov Telegramda M bilan do'stona suhbatda bo'lgan, hatto so'roq vaqtida ham. $200,000 esa M ismli shaxsga o'tkazishni muhokama qilgan. Pul taxminan 19:00 atrofida topshirilgan, lekin so'roq o'rtasida yozishmalar 26-iyunda to'xtaydi. Olimovning M ismli shaxsga so'nggi xabar quyidagicha bo'lgan: Meni shoshilinch politsiyaga olib ketishyapti. Aloqani o'chiraman. M ismli shaxs: Nega olib ketishyapti? Ular bu sahnalashtirilganini bilib qolishdimi? Javob bo'lmagan. 28-iyunda M ismli shaxs yangi raqamdan yozadi. Bir tomondan sen ariza yozding, boshqa tomondan meni ogohlantirding. Hali do'stmizmi yoki yo'q? Olimov: Oramizda adovat yo'q, shuning uchun yozdim. Vaziyat o'zi bilan o'zi ketdi, nazoratimda emas, deya dalillardan parcha keltirgan nashrlar. Qahramonjon Olimovning qiynoqqa solingani bo'yicha tibbiy ko'rik esa 8 kundan keyin 30-iyunda o'tkazilgan. Ammo ko'rik natijalarida ko'p soatlik qiynoqlarga qaramay faqat yengil ko'karish va tirnashlar qayd etilgan. Eski kelishuvlar va mojarolar. Surishtiruv Olimov va Rahimov o'rtasidagi uzoq yillik moliyaviy mojarolarni ochib bergan. 2016-yilda Botir Rahimov Turkiyada mehmonxona sotib olib, u yerga ko'chib ketgan. Kapital Bank va boshqa o'nlab kompaniyalar Olimov boshqaruvida qolgan. 2017-yilda Olimov Rahimovni qo'rqitib, aktivlar ta'sirli odamlar tomonidan tortib olinishi mumkinligini aytadi va hech bo'lmaganda qisman pulga sotishni taklif qiladi. Olimov o'zini vositachi sifatida ko'rsatib, $13,5 million ga o'nlab kompaniyalarni, jumladan xususiy bank, qurilish va sug'urta firmalarini o'z nomiga o'tkazishni taklif qiladi. Rahimov avvaliga rad etadi, lekin Olimovning 1 yil ichida qo'shimcha $10 million beraman degan va'dasidan keyin rozi bo'ladi. Bu kelishuvlarda M ismli shaxs ham ishtirok etgan. Yakunda qaror qilinadiki, Olimov Rahimovga emas, to'g'ridan-to'g'ri M ismli shaxsga $10 million to'laydi. Natijada Rahimov aktivlari uchun atiga $13,5 million oladi. Bu haqiqiy qiymatning atigi 5% atrofida. M ismli shaxs esa umuman hech narsa olmaydi. Olimov esa keyin Germaniyada mehmonxona sotib oladi, o'z bankini ochadi, energiya loyihalariga kiradi. Biroq shundan so'ng Rahimov O'zbekistonga qaytib keladi va surishtiruv o'tkazadi. Aktivlarning aksariyati aslida Olimovning o'ziga o'tganini bilib qoladi. Keyin Olimovdan $200 million dan ortiq kompensatsiya talab qila boshlaydi. Shu paytda Olimovning Fransiyada o'g'irlab ketilgani haqidagi yangiliklar paydo bo'ladi. Xulosa: ikkala nashr o'z surishtiruvlaridan kelib chiqib, Olimovning o'g'irlab ketilishi sahnalashtirilgan degan xulosaga kelgan. Bu orqali M ismli shaxs Rahimovning sherigi jinoiy ishga tortildi. Rahimov esa go'yo jinoyat tashkilotchisi sifatida ko'rsatildi. Olimov M ismli shaxsga $200 ming bergani va $5 million tilxat yozib bergani bilan tilxat unga foydali shartlarda yozilgan.
qarzni 50% ga kamaytirish va 2 yil bo'lib to'lash. Ammo ko'rinishicha Olimov buni ham to'lamoqchi emas. Chunki o'g'irlash ishi ortidan M ismli shaxs qidiruvga berilgan degan nashrlar. Ularning aniqlashicha oxir-oqibat yagona foyda olgan shaxs yana Qahramonjon Olimovning o'zi bo'lib qolmoqda, ya'ni Anorbankning yagona rahbari. U 2 kreditorini zararsizlantirgan, o'zini esa siyosiy ta'qib qurboni sifatida ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu uning uchun juda muhim edi, chunki O'zbekistondagi Olimovga tegishli Anorbank yuzlab mijozlarning pulini yo'qotgani uchun jinoyat ishi ostida. Bank mablag'larini noqonuniy ravishda onlayn kazinolarga o'tkazgani aniqlangan. Olimovning asosiy hamkori Baxtiyor Amzayev milliardlab so'mlik talonchilikda gumonlanib qo'lga olingan. Shu sharoitda Qahramonjon Olimov uchun o'zbek hokimiyatiga yaqin odam tomonidan ta'qib qilinayotgan siyosiy qurbon obrazini yaratish Yevropada siyosiy boshpana olish uchun juda qo'l keladi deya surishtiruvga yakun yasagan The Insider va El Express nashrlari. Ammo bu Anorbankning yagona jurnalistik surishtiruv maydoniga tushishi emas. Uning Sof.uz sayti bilan jurnalistik surishtiruv ortidan sudlashishi 2023-yilda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. O'shanda endigina ochilgan Sof.uz sayti butunlay yopilgan va Anorbank tomonidan 3,7 milliard so'm miqdorida tovon puliga tortirilgandi. Xo'sh, Anorbank endi rahbari Qahramonjon Olimovni yolg'on sahnalashtirishda gumon qilayotgan nufuzli xalqaro xorijiy nashrlar The Insider va El Expressni ham sudga bera oladimi? Holat yuzasidan qanday munosabat bildiradi? Voqealar rivojini biz bilan kuzating.